Voy, buni o'rinlashini qarasangiz-chi. Abdulloh jigar. Rost akasim BMW M3 juda noyobidan kelib qoldi-yu. Dunyo bo'yicha sanoqli ishlab chiqarilgan BMW M'larni 50 yilligiga ishlab chiqarilgan komplektatsiyaga. Voy, sizga qancha karbon kerak? Karbonga bukib qolasiz. Patologagacha poli karbon. Bakoy, mana yonidagi detal, spoilerlar, hammasi karbon ekan. U ham mayli. Bo'ldimi, shumi deyishingiz mumkin? Yo'q. Ham ko'rasizmi? Pastidagi spoiler, krilon tepasidagi qosh, orqa obveslagacha karbon. Undan tashqari vyxlopini joylashgan joyini qarang, 530 ot kuchi. Undan tashqari, bo'ldimi, shumi karbonsiz? Yo'q. Dinani orqalarigacha polni karbon bo'yatibdi. Bitta like bosib qo'ying bu mahluqqa. Bo'ldimi, shumi karboningsiz? Yo'q. Mana qarang. Даже sidinlargacha va detallari, oyog'ingizning orasida ham karbon, rulda ham karbon, o'rta konsol. Xullas hammasi karbon bo'yatibdi. Voy, buni o'rinlashini qarasangiz-chi. Katta head displeylarigacha bor. Oddiy BMW M3 lar, misol uchun 150-160 ming tursa, bu undan bir kamida bir 30 ming dollar qimmatroq yuradi deb eshitdim. 30-40 ming qimmatroq yurar ekan. Misol kamida bir 190 minglik apparat mashinaga inson olaman siz. Bu ham qarang, 9 ming yurgan-atiga 2024-yil apparat. Mana bu yerda sidirilgan ekanda yonida. Kriloda petno bor ekan, ikkita eshu yangi detal qo'yib yuborilgan ekan. Bu mahluqqa srochniga bilasizmi, 96 mingga atiga bosib olsangiz bo'ladi. 96 ming jigar. Narxini qarang, 100 ming arzonroqqa bosib olasiz deyarli.